أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمنا معاني التنزيل يا رب العالمين. Hem de bugün kelgen dersimiz bolsa El-Allama El-Muhakkik El-Mufassir Jalaluddin Es-Suyuti Es-Şafii rahimahullah yazgan Tefsirul Celaleyn namlı kitabının Bakara Suresi'nin 172. ayetiga geldik. Hem de bu ayet kelimede Allah Azze ve Celle deydi ki Ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati ma razaqnakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bu ayet kelimenin tercümesi olsa ey iman etqanlar biz sizlarga rizqi qilib bergan narsalarning haloldirdan yanglar. Allohga shukr aytinglar agar Alloh qila ibodat qiladigan bo'lsanglar. Agar sizlar Alloh qila ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga shukr aytinglar bergan rizqlarga. Bu ayet kelimenin tefsirinde Musannif rahimahullah deydi ki ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati degendi ki tayyibat degen halal degen boldu emas. Aslında tayyibat degen pak degen gep. Yani ey iman etqanlar biz sizlarga rizq qilib bergan narsalarning paklaridan yanglar deb paklaridan yang degan bu oyatning asli uzun ma'nosi, lug'at ma'nosi. Lekin bu pak degen paklardan yanglar degeni yani halallardan yanglar degen bo'ldi. Pakiz olsun iyisi bulaverdi mesela haram bir narsa olsa onu yuvatib pakizlab yuvasa bulaverdi degan ma'nosi chiqadi. Pak deb ma'no etsa. Halal deb ma'no etgan vaqtida halal degan haqiqiy pak. Bir narsani pakizlab yuvasa o degan hozirgi bidamlik pak bo'ladi. Lekin hukm jihatda halal bo'lsa pak bo'ladi. Bo'lmasa o pak bo'lmaydi, nejis bo'ladi. Haram degan nejis bo'ladi. Ondan keyin bu oyat yani ma razaqnakum veşkuru lillah degan yani biz sizlarga rizq qilib bergan narsaning halollardan yanglar. Alloh shukr aytinglar yani sizlarga shu sizlarga rizqlarni halol qilib berganiga hatta Bani İsrail sizlarning ummatlarga harom qilingan bo'lgan narsalarni sizlarga halol qilib berganiga shukr aytinglar. In kuntum iyyahu ta'budun. Faqat Alloh qilib ibodat qiladigan bo'lsanglar. Enbiyadaki yine bir inçki mezmun Allah Teala biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan halallarni yanglar. Meyadaki idafeti min kulu min tayyibat yani kulu min tayyibati ma razaqnakum degende yani kulu min tayyibati meyadaki tayyibati mudaf ma mudafun ileyhi meyadaki idafeti min tayyibati mimma razaqnakum. Çünkü yeni bir ayette mimma razaqnakum kulu mimma razaqnakum min tayyibati mimma razaqnakum halalan tayyibata. Yeni bir ayette mu? Yeni bu. Mimma razaqnakum der. Şayet idafeti min. Bu idafeti min nemeni payda berdi o? Min degen cüz'iyet için bazıda ben min littebi'id. Yani bir kısmı degen ma'ni gösterdi min. Bu nemeni payda ifade berdi dese yani rizqi berilgan narsaning hammasi halol emas. Allah Teala bir bendige rizq qilib yozgan narsaning hammasi halol emas. Halallari mı bor, haromlari mı bor? Masalan, men bir odamning yunjuqidan 100 koy pulni ilib olib yoki undan haqqini bo'lgan 100 koyni ilib olib, uni bir asab qajab yesam, bu mening rizqim bo'ladi. To'g'ri. Alloh taolo menga bergan rizq bo'ladi. Lekin harom yo'l bilan kelgan rizq bo'ladi. Halol yo'l bilan emas. Rizq haramdan mı keladi, halaldan mı keladi? Anladın? Yani bu kadar verdi buna. Ma Xudoyim bergan narsaga bir halol ya bana gap hatta. Ma oyatni hukmidan
Xudoyim bir de hamma narsani bizning niyatimizga qarab. Niyatimiz tuzuk bo'lsa, to'g'ri yo'l bilan biladi. Xato niyatimiz maymoq bo'lsa, xato yo'l bilan bizniki niyatimizga qarab Alloh taolo yaratib beradi. Alloh taolo undan savol tortilmaydi. Savol biz tortilamiz. Ishqa bizning niyatimizga bog'liq. Biz yomon ishni niyat qilib, shuning uchun ko'chish qilib tirishdiqmi? Alloh taolo shu bo'yicha yaratib berdi bizga ham ishni. Bizniki niyatimizga qarab. Endi mishadimi halol harom masalasimi rizqdan birini o'shadan haqni bir qo'yib o'tiblam. Pul topayda topqalib qo'yib pul topalaydi. Lekin bu harom yo'l bilan kelgan rizq bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo biz sizlarga rizq bergan narsalarni halollarni degan gap. Ya'ni sizlar halol, ya'ni harom yo'l bilan nima qilmanglar, rizqinglarni topmanglar. Halol harom yo'l bilan rizqinglarni tilmanglar, rizq topmanglar. Hammani halol yo'l bilan qilinglar va yeydigan narsalar halol bo'lsin. Veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun degan. In kuntum iyyahu ta'budun demişqa Alloh qil ibodat qilsangiz deb aytimiz desa, asli bu jumla asosi in kuntum ta'buduna iyyahu. In kuntum ta'buduna iyyahu. Lekin buyoqdagi iyyahu degan ta'buduna beshiga chiqib qolgan. Shunda maf'ulning o'rni asli keyin, fi'il va fa'ilning keyin keladi maf'ulning o'rni. Lekin qachon o'zining o'rnidan oldiga chiqib qolgan chog'da ma'lum bir maqsadlar oldiga chiqadi. Ya hasrni foyda beradi, xoslikni. Hasrni foyda beradi yoki boshqa bir maqsadlar bo'ladi. Asosan hasrni foyda beradi. Am bu yerda birinchi faslga rioya qilish uchun ta'budun, yaqilun degan fasllarga rioya qilish uchun yana birisi iyyahu degan yana hasrni foyda berish. Yani Alloh qilib ibodat qiladigan mu'min muvahhid bo'la olsanglar, nima qilmanglar, bir harom yemanglar, halol yenglar. Sizlarga berilgan rizqlar uchun tanlab halollarni yenglar. Ondan undan keyin u bergan rizqqa nima qilinglar? Shukr aytinglar. Ya'ni bergan rizqqa shukr aytinglar degan bo'ldi. Xo'sh. Alloh azza va jalla bu oyat kalimada deydiki: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Allah sizlarga faqatla yüzü ülüp qalğan nərsini və akkuchi tumirda akıdığan qanni, çoşqu göşünü və Allah'ın gayrinin ismi tovlanıp, çakırılıp, boğuzlanğan malının göşünü yiyişini haram kıldı. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Anda bo'lgandikin, endi kimki haram qilingan narsani talab qilmagan holda va haddidan oshirib o'tmagan holda qistilib qilib shundoq haram qilingan narsalarni yeb solsa, fala isma alayhi. Uningga hiçbir günah yoktur. Allah hakikaten mağfiretlik, merhametlik zattur. Endi bu ayet kelimenin tefsiri Musannif rahimahullah deydi ki: İnnemâ harrama aleykumul meyte. Allah fakatla sizlerge üzü ülüp kalan nersini la haram kıldı degeni, yani ekleha yüzü ülüp kalan nersini la ve tüvendiki nesle olan bir yiyişini haram kıldı. Ekleha, yiyişini haram kıldı. Ekleha degeni ne gördünüz bunu desek? İzil kelamu fihi. Çünkü kalam ayetinin siyakını aldı kendini karganda bir yerdeki ayetindeki siyakı şunu söz yapırdı ki Allah Teala beşik ayette ya eyyühellezine amenu kulu dedi. Yanla. Min tayyibati ma razaknakum. Biz sizlerge rızk peygamberi halallardan yanla. Demek Allah sizlerge fakatla yiyişine haram kılgan narsa tüvendeki narsalar halal pak narsalar sizlerge haram kılgını yok. Digen ma'nini bildirmekçi. Ayet 5 bilen alakası var. Yani
çünkü kalam muş yiyiş hakkıdadır. Ve keza ma ba'daha yani üzülüp kalgan nesinin kin kegen mesela Muhammed'i çıkan çoşku işi Allah'ın ki gayrının ismi tılgı toğlanıp durup öldürülgen boğazlangan malla hammasi şu haram kılınan nesine katar kirip gidiyor. Ve hiye ma lem yüzekke şer'an. Hem de bu meytet diyen ne dese Musannif rahimehullah dedi ki meytet diyen yani şer'i buğuzlanmagan narsa. Şeriatga uygun halda buğuzlanmagan narsa nima? Şeriatga uygun halda buğuzlanmay ölgen narsa. Muşunun buludu meytet buludu. Mesela bir narsa üzülüp kalgan bolsa meytet. Bir narsa bir yer üsülüp kalgan bolsa meytet. Bir narsa tağdın igiz tağdın çükütüp kalgan bolsa meytet. Bir narsani Allah'nınki ismini Bismillah Allahu Ekber deyilmey Allah'ın ismi tilinmay ötürülgen bolsa boğuzlangan takdirde nima meytet. Hammasi üzülüp kalgan hükmeti bunu yurdu. Ve ulhiqa biha bis sünneti ma ubine min hayyin. Hem de üzülüp kalgan narsinin qatarıga sünnet bilen hadis-i şerifte elingan ma ubine biha min hayyin. Ma ubine min hayy degan ma quti'a min hayy degan bo'ldi. Tirik narsadan kesib olingan. Tirik hayvonning putini kesib olib, man yey desa, nima harom o'tadi. Hayvon tirik, hayvonni bo'g'izlanmadi, shar'iy bo'g'izlanmadi. Lekin bo'g'izlanmagan hayvonniki pachiq birdan putini kesiblam. Abi yigashtirma, 3 putni yigashtirma hayvon desa, kesib olingan tirik hayvonning kesib olingan a'zosi nima? Meytatning hukmida, ya'ni o'zi ulab qolgan narsaning hukmida bo'ladi. O'xshashlar harom. Ve hussa minha endi innama harrama alaykumul mayta üzülüp qolgan narsani sizlarga harom qildi degandan biliq bilan jarohat chekatga ayirib chiqib olindi, xos qilindi deydi. Biliq bilan chekatga. Biliq bilan chekatga üzülüp qolsa-mu halal. Devatıdır. Yani bu İmam Şafii rahimahullah'ın mezheplerinde. Çünkü Musannif rahimahullah İmam Şafii'nin mezhebinde. Hem de Hanefi mezhebinde ise bilik ne? Bilik eğer sudu turup ilap kalsa sudu turup ülep, leylep üstüge çıkıp kalsa yigil olmaydı. Deydi. İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah. Ama sudun elep ilap kalsa bilik tutup sudun bilik tutkan dikin sudun ayrı ilap kalsa bu boğuzlangan bile okşaş. Bilik sudun ayrı kalıkını özü nime? Bunu boğuzlangan bile okşaş. Deydi. Ama sudun içi tutup ilap kalkan bolsa meytatın hükmüde. Ülep de leylep çıkan bolsa teşka. Anladın? Bazılar füdülüp kalkan bolsa, buzulgan bolsa deydi. Tabi buzulup kalkan asıl hiç kim yemeydi. Bu şey demdi. Lakin İmam Şafii rahimullah'ın mezheplerinde bu usul kaydedesi, usul fıkha. Usul fıkhda Hanefi mezhebinde Kur'an'dan boğan nesnin hükmünü fakat Kur'an'dan boğan neslamını mukadalaydı, hasliyalaydı. Lakin Kur'an'dan boğan nesnin hükmünü hadis'ten boğan nes hasliyanmaydı. Bes eğer Kur'an'ın hükmü mucmel kelgen bolsa hadis bunu bayan qilib bilalaydı. Lakin eğer Kur'an'dan bir hüküm kelibdi nima mutlaq hükümni bilish kelgan bolsa hadis buni muqayyatga aylantirolmaydi. Kur'an'da bir hüküm xos bolsa hadis buni omga aylantirolmaydi. Bu Hanefi mezhebinin qoidasida. Lakin Şafii mezhebinin usuli şu, Kur'an-ı Kerim'de xos hüküm kelgan bolsa, hadis kelgan bolsa, hadis buni xos omga aylantirolmaydi. Mutlaqni muqayyatga aylantirolmaydi. Hadis yani Kur'an'ın hükmünü Kur'an'ın hüküm qo'sha oladi, Kur'an'ın hükmünü qisqartira oladi. Deydi İmam Şafii rahimehullah. İmam Azam bunu unutmaydı. Kur'an-ı Kerim mutawatir yol bilen kelgan, hadis eğer mutawatir bolsa bo'ladi, meşhur bolsun mayli, lekin ahad bo'lib qolsa, ahad hadislar Kur'an-ı Kerim'in hükmünü o'zgartirmaydi. Lekin mujmal bayon qilingan hukmni bo'lsa buni bayon qilib beralaydi. Eğer qarama-qarshi kelmasa, eğer birisi qarama-qarshi kelib qolmasa, hech kimga amal qilinadi. Eğer qarama-qarshi kelib qolsa, Kur'an'a amal qilinadi, hadisin hukmi qo'yib qo'yiladi deydi. Bu usul fiqh qoidasi hamda. İki mezhep. Şu mezhep göre hükümlerimi okşamagan halde çıkıldı. Şoň Musannif rahimehullah Şafii mezhebinde bolgaçka nime dawaty dünyada hazır
Musannif rahimahullah deydi ki ve ulhiqa biha bis sünneti tilikden kisvelengan narsa sünnet bilan qo'shildi ve hussa minha bu ayet aslida sizlarga yüzülep qilgan narsa harom qilindi degan oyatning hukmi nima? Mutlaq. Am desek mi bo'ladi? Ya'ni yüzülep qilgan narsaning hammasi. Bir narsa o'lgan, yüzülep qilgan bo'lsa, dengizda o'lgan bo'lsin, quruqlikda o'lgan bo'lsin, yüzü o'ldimi? Hammasi haram degan hukm chiqadi. Bu yerdan bu Musannif rahimahullah deydiki, Peygamber Aleyhisselam'daki meytettin içkisi halal kılındı, kandın içkisi halal kılındı degan hadis. Yani bile kılan bile çiketke, yani birisi bile kılan çiketke, yani birisi çoğu içki kan degeni yani ciga bilen tal. Ciga bilen tal, bu içkisi kan. Bu içki kan halal kılındı çünkü bu akkuş kana bağlı için. İki tane çiketki bilen nima? Bilik üzülüp kalgan bolsa halal kılındı. Evet. Hem de tabii ki şu bilikten sudan ayrılıp üzülüp kalgan bolsa halal. Okşaş. Onda hiç kimninki ihtilafı yok. Fakat sunun içinde oturup leylep çıkan bolsa İmam Azam rahimahullah bunu uygulanmaydı deydi. İmam Şafii rahimahullah hemmesi ortak. İslam bunu haslayımız deydi o. Çünkü İmam Azam deydi ki Allah Teala'nın ki harram aleykumul meyte diyen ayeti meyte diyen ayet bu mutlak. Onda kayıt yok. İlla denizde ülep kalan nerse suda ülep kalan nerse halal diyen gibi kayıt kılınmadı bir yerde. Şunu sebepten mutlak hadis bilen mutlakın kayıt kılınmadı bulunmaydı o diyen kaydı boyunca hüküm çıkardı. السمك والجراد وخص منها السمك والجراد والدم istagab faqatla qon harom qilindi. Qon degani yani ay damil masfuh. Kama fil an'am. Sura an'amdaki damil mas'aw daman masfuha qul ma uhiya ilayya degan oyatning davomida aw daman masfuha degan oq quchi qon harom qilindi degan. Oq quchi qon harom qilindi. Oq quchi qon yaqinda qon, ya'ni tumurda turgan tumurda. Şurada kesken ama bulduklap çıkıp şakırap çıkıp durduğun kan. Ama anda buzuk kan, goş kaylan kılıp kan, tilerini arasındaki, goşlarının arasındaki kalla bunu memez. Bu goşku teve. Mesela bir adam biz koyunu öldügendikin koyunun bedelleri de kan kalıdı azrak ama ya bir kan toktap kalıdı, kan kalıdı. Muşuk kan haram mı alalım halal. Çünkü bu göçün hükmüde. O kalla hemmesi nemiki teyavan kalır, goş kaylan kalı teyavan kalır. Böyle İnsanın goş koydu aynı için teyavan kaldı. Ama tumuda iqtirdigan qancha desa mushu haram bo'lgan qan mushu qan. Çünkü kiyimga şu vaqtida shuningdan fiqhning hukmlari chiqadi masalan. Kiyimga oq qushi qan yo'qib qolsa, kiyim nejis. Amma bunda go'shning qanlaridan go'shning qanlari yo'q. Qaldi yo'qib qolsa, bunda qan agar noyati jiq darajada yo'qib qolsa, kiyimning masalan tötten bir kısmı yo'q qolsa namoz o'qishga bo'ladi deydi. Lekin oq chiqqan joy nijosat ayn. Shunda tangichilik oq chiqqan yo'q qolsa shu kiyimni yuvish farz, namoz o'qilinmaydi kiyim degan gap. Hatto mujda holatda mu ariladi. Shuning uchun oq chiqqan nejis bo'lganligin insonning nijosat chiqsa tarasini dedilar. Shu oq chiqqan insonning oq chiqqan chiqsa tarasini du, qan chiqib oqmay to'xtab qolgan qan tarasinmaydi masalan Hanafi mazhabida. Shafiy mazhabida taqqan chiqsa tarasinmaydi. Velahmel khinzir. Velahmel khinzir. Sizlarga to'ng'iz go'shti harom qilindi. Alloh taolo sizlarga to'ng'iz go'shtini harom qildi. Nimishqa to'ng'izniki bu yerda to'ng'iz degan cho'shqa. Cho'shqa go'shtini harom qildi. Cho'shqining go'shtigini ham harom qilgan narsa halalmi desa, yo'q. Cho'shqining hamma narsasi harom. Cho'shqining go'shti harom, hatto tuklari harom, tirlari harom. Uni da paylanqilib bo'lmaydi. Açlığanda pak bo'lmaydi. Go'shtini yegili bo'lmaydi. Tillerini qancha açlıgan taqdirda aç pak bo'lmaydi. Mesela qolgan yirtqich hayvonlarning tillerini açlisa pak bo'ladi, ishlatkili bo'ladi. Kiyim kiygili, uni ishlatkili bo'ladi. Qolgan yirtqich hayvonlarningki, shir, tulkiya degandek narsalarning tillerini açlab, talpak qilib degandek narsa qilib keskin bo'ladi. Ammo cho'shqining tirisini açlasa pak bo'lmaydi.
Nimishqanda olsa lahmal xinzir deb keltirdim yerda. Nim foysi var? Lahm deb xinzir deb bilan qo'shib bo'lmamdi. Cho'shqa harom qilindi desa bo'lmamdi. Desa chunki insonlar cho'shqiniki yerdagi yeyish masalasi bo'lgan degan cho'shqinin nimasi yeyiladi o? Go'shi yeyiladi. Go'shi yeyiladigan bo'lganlik uchun go'shini alaydi keltirdi. Lekin go'shini keltirganlik boshqa narsalardan manfaatlansa bo'ldi degan emas. Cho'shqinin hech qanday narsa manfaati bo'lmaydi. Va lahmal xinzir. Xussal lahmu li'annahu yerdagi lahm alaydi tilg'ilindi, xos qilindi. Nimishqa? Chunki shu go'sht mu'zamul maqsud degan asosiy maqsad qilinadigan narsa. Yeyilganda asosiy odamlar uni go'shtini jiqqa maqsad qiladi. Va g'ayruhu tabaulla. Go'shtning g'ayri terisi, qolgan narsalar, yutuklari, qolgan narsalar hammasi cho'shqiga tava. Go'shtga tava bo'lib ketadi. Go'shtning hukmiga tava. Va ma uhilla bihi li g'ayrillah. Allohning g'ayri uchun bo'g'izlangan narsa. Ay zubiha ala ismi g'ayrihi. Allohning g'ayri uchun bo'g'izlangan narsa. Allah uchun bo'g'izlanmay, Allohning g'ayriga bo'g'izlangan narsani harom qildi Alloh taolo. Endi ihlal degan nima? Ihlal degan asli ma'nosi, lug'at ma'nosi raf'us savt, ovozni ko'tarish, to'lash degan gap. Ihlal deganning asli ma'nosi nima? To'lash. Shu sababdan hilal deganni nimishqi hilal deb at qo'yib qolgan oyga, hilal oyga. Yangi chiqqan oyga nimishqi hilal degan ism qo'yib qolgan desa, chunki arablar yangi oyni ko'rsa nima qildi? Qoldir qo'yishga to'liq o'tdi. Yangi oy chiqdi deb to'liq o'tdi. Hamma o'ydan e'lon qilib. Anladin? Xuddi shuningdek. Hozirgi zamonda oylarni qarshilab ketdi odamlar. Yangi oy chiqqan ko'naymish, o'qimaydigan bo'lib ketdi hozir. Telefonda boshqa hech narsani bilmaydi odamlar. İhlal degan asli nima? Raf'us savt, to'lash degan gap. Tabi bu to'lash degan gapga bunda Allohning g'ayri uchun bo'g'izlash deb ma'no etildi desa, chunki va kanu yarfa'unahu inda zabhi li alihatihim. Jahiliyat vaqtida ular shu butlarining qishida qo'y kala tugilarni bo'g'izmoqchi bo'lsa, ovozni ko'tarib bismi fulan, bismillati vel uzza deb to'lab bo'g'izlaydi. Tugini o'tayacaqda ilahlarniki isimlarini tilg'ilib to'lab turib bo'g'izlaydi. Shuning bilan bu to'lishi nimaga sabab bo'ladi? Shuni bo'g'izlashga. To'laydi, bo'g'izlaydi. Buni to'lishidan bo'g'izlash lozim keladi. Shunga malzumni so'zlab lozimni rad qilish degan babdan. Demak, bu ma'no aytganda Allohning g'ayrining ismi tilga elinib, to'linib, nima qilgan, bo'g'izlangan narsani harom qildi demaysak bo'laveradi. Ammo to'lash shart emas endi. To'lma ichida Allohning g'ayrining ismini ichida tilg'agan bo'lsa nima? O'xshash harom. Shuning uchun Allohning g'ayriga bo'g'izlansa deb mutlaq keltirdi. Hammaning o'z yozin deb. To'lash shart emas. Asli to'lash. Lekin chiqib qalbni niyat qilsa mayli, tilni niyat qilsa mayli, Allohning g'ayriini niyat qilgan bo'lsa, ma'lum bo'zlashda Allohning bismillah deb Allohning ismini tilg'amay, Allohning g'ayrini tilg'agan bo'lsa, Allohning g'ayrini niyat qilgan bo'lsa-mu, o'xshash harom bo'laveradi hamma narsa. Shunga mal bo'g'izlash chuqum Allohning ismini tilga elish va qalbimizda Allohning ismini o'ylash kerak. Famani turra kimki qisilib qolsa degan gap. Famani turra deb qisilsa degan gap. Yana bu yerda ay alja'athu ad-daruratu ila akli shay'in mimma zukir fa akala. Kimki buni zarurat bir jiddiy ahvol yuqorida zikr qilingan narsalardan bilan yeyishga qisilib qolsa fa akala uni nima qilsa? Fa akala uni yeb salsa. Yani demak cho'l bayavonni ketib qilib, buni yeydigan hech nima qolmabdi buningda. Buni faqatlar yeydigan nima bor ekan? Yo go'sht harom qilingan yutqich hayvon bor ekan, yoki nima qilingan uzilib qolgan hayvon bor ekan, yoki qon bor ekan, bir chelak qon bor ekan, yoki endi hech qazo bo'lmasa nima bor ekan? Cho'shqi go'sht bor ekan. Uni bilan hech nima yo'q ekan. Bulab qolsa nima qiladi? Ashuni g'ayra bag'in va la'ad degan gap, nada buni uzilib qolgan narsa bor deb izlamagan holda. Unikanidan bir o'ziniki jannat saqlag'ida holda emas, tajovuz qilib, qo'sqin to'yg'izib, qo'sqin tuab, elfakidek holda emas. Anda holda emas. Faqatlam ulab qolmag'idek jannat saqlag'idek holda. Undan keyin jannat saqlag'idek holda va qo'sqin to'yg'azmagan holda. Va boshqa gap nada ulab qolgan narsa ediki deb izlamagan holda. Muşunda halda yese, yani şayet ruhsat kılgan halda yese, anladın? Mesela ad-darurat
tukaddaru bi kaderiha deb bir qoida bor. Ad-darurat tukaddaru bi kaderiha. Zurratlar şu zurratlarning miqdori bo'yicha nimaga qilinadi? Qato taqdir qilinadi, qato qilinadi. Anladın. Masalan, şu qanchalik zurrat bo'lgan bo'lsa shunchalik. Ya'ni ulab qoida qolgan bo'lsa, o'lmagidagisi bo'ldi. Uni top sinib qo'zoq edilgach lazzatlanganda yeyish shart emas. Shariatning nima hukm bo'yicha. Buni yesa bo'ladi deydi. Endi Imom Musannif rahimahulloh Shofiy mazhabida bo'lg'achqa, Musannif rahimahulloh nima deb tafsir qiladi bu oyatga desa, "Famman turra g'ayra bag'in" deganga, ya'ni xarijin alal muslimin, musulmonlarga qarshi, musulmon xalifa, musulmon podshohga qarshi chiqqan holatda, qarshi chiqib ketib turuvchilik qilib, tog'talik chiqib, Ayshada musulmonlarga qarshi chiqib turib, musulmon xalifaga qarshi chiqib turib, chiqqan odam nimaga uni mayta halol emas. Uni biyas topmay qolsa, uningga uzlab qanasini ish halol emas deydi Shofiy mazhabida. Vala adin degan gap musulmonlarga tajovuz qiluvchi emas. Ya'ni biqat tariq, ya'ni yo'l tutsa qaroqchilik qilib, o'tgan kechganlarni bulab talgan nima emas, qaroqchi emas. Holda, ya'ni ya turuvchi ya qaroqchi bo'lmagan holda nima qilsa, yisi bo'ladi, qisilib qolsa deydi Imom Shofiy, lekin bu qavl nima zaif. Anladın. İmam Malik, İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah hammasini nima degan o'xshash birlikda bu yerdagi qisilib qolsa degandiki nima turuvchi qaroqchiga qaramaydi. Chunki mo'min musulmonlarga xalifaga qarshi chiqish degan iymondan chiqib o'tmaydi odamni. U iymondan chiqatmaydi ular. Ammo kofirga musulmonga bu hukm musulmonga am. Anladın. Bir adam xalifaga qarshi chiqishdan kofir iymondan chiqib ketmaydi. Ta ki la ilahe illallah karşı çıkmakça. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deb 6 iman bağma, 6 imanın karşı çıkmakça imandan çıkıp ketmeydi. Anladın? Günahkar buludu lekin imandan çıkıp ketmeydi. Şunun için bu Müslüman amma hüküm. Müslüman bu amma hükümde has öylesi bulunmaydı. Günah seferge çıksa bu hüküm küçük gelmez dişki bulunmaydı o dep durdu. Şafii mezhebindeki makavul aciz yani. Fela isme aleyh. Onunla fi eklihi muyda aletlerde o muyda üzülüp kalan neslerini ve tüyendeki zikir kılınan neslerini yapsasa onun hiçbir günah yoktur. İnnallaha gafurun. Allah Teala özünün velilerine, yakın dostlarına mağfiret kılgıçıdır. Rahimun özündeki taat kılgan, taat ibadet kılgan Allah'a merhamet kılgıçıdır. Qanda qılıp haythu vessi'a lehum. Şunda ulağa, çünkü Allah Teala ulağını mıqbali kan rıqbali. Fi zalike. Bunda ciddi ahvallarda, zürür ahvallarda ulağa Allah Teala kançılık qıbad edildi. Ve haracel bagi vel adi diyen tırovçu olan qaroqchi bu hükümden çıkıp ketdi. Ve yulhaqu bihima bu tırovçu olan qaroqchiga kullu asim bi seferi degan har qandaq asi o'zining safarida safar qilgan har qandaq asi günah ma'siyatdan safar qilgan bo'lsa, shuning qatoriga shu hukm kirgiziladi. Kal abiqi vel mukkas. Masalan, igisining qochib ketgan qul. Quldan birisi va bu musulmon qul lekin qishib ketdi. Yo'lda qishib ketdi. Qishib ketgan bo'lsa, safarda bu ochliq, noit xafalik qilib qolgan bo'lsa, buni yeyish halol emas. Vel mukkas degan gap bajgir. Yani burunqi zamanlarda cahiliyet devirlerinde aynı lökçekler yo'q, lovdalı kelib, andın ticaretçilerden maxsus pul atılıyor. Mesela qo'lda berdim, bunu qildim deb, nima qiladi? Mesela kinolardan chiqadi o, baj oladi, pul oladi, ha. Pul esa deb hammamizga baj qo'yib baj oladi. Mana shu bajgir, mukkas degan. Yani mana degan qora jamiyatning odamlari kelib, sahobalar kelib, nima qiladi o? Aşı bazarda varıp bazardaki bestiçi, dukançı, yaymıçılardan nima qildi hammadan? Mana degan mishadisini aşkılı koydum deb bize ketib pul oladi. Mushu pulni og'uchilarga demakchi. Hamda hozirgi hukumatlarniki qo'ygan bajlar desa, agar bu bajlarniki bu bajlar ilinib, ilm olim fatvo berganki, bu bajlar ilinib agar muvofiq usulda yine aşı muvofiq ishletilsa, yani musulmonlarning ilinib, musulmonlarga
fayda menfaatleri işletilse muvaffak usulda bazen bir hizmetkar şu Müslümanların menfaati için işleyen bazı adamdaki maaşlarını taktip biliş ve şu Müslümanlarınki yol kârlıklarını yaşap biliş degandek Müslümanların hayırlık için işletilse bunun hükmüge kirmesligi mümkün degan ulamalar bor. Lekin asli zakat, o'sha zakatning o'zi yetarli edi. Boshqa musulmonga boj qo'yilmasligi kerak edi. Boj degan jizya, Allohning siliq degan kim qo'yiladi asli? Kafir qo'yiladi. Musulmonga Allohning siliq qo'yilmaydi. Qo'ymasligi kerak edi. Endi Alloh taolo vallohu a'lam bu masalada fatvo bergan ulamalar o'zi mas'ul bo'lishlar. فلا يحل لهم endi bu igisini qaşqan qo'l bojgirlar fala yahillu lahum ya musulmondan boj oladigan bojgirlar fala yahillu lahum aklu shay'in min zalik. Ularga yuqorqi shu ulab qabul qilibsimi yuqorqi zikr qilingan harom qilingan narsadan hech qanday bir shayni yeyish halol emas. Ma lam yatubu. Madamki u tövbe qilmagan muddatcha ular tövbe ham qilmasa shu ularga ma'ruxsatdan ul bahrilanmaydi. Ve aleyhi Şafii. Yani muşu mezhebniki muş göz qarashliqning ustiga kim bağan? İmam Şafii rahimahullah bağan deydi. Ama İmam Malik ve İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah ve cumhur kuchli göz qarash bu emas. Ma'ruxsat bütün adamga gunohkor olamdi, savobkor olamdi, yaxshi olamdi, eski olamdi. Musulmonlar bo'ldi ekan, bu ruxsatdan bahramand bo'la oladi deydi. Xo'sh. Allah Azze ve Celle bu ayet kerime deydi ki hem de bizge fıkıh hükümlerden bayan qilgandan keyin nimalarni yeyish halol, nimalarni yeyish haromligini deb qo'ygandan keyin Alloh taolo endi yana asli mavzuga o'tkilib Yahudiylar haqida so'zlab deydiki innallazina yaktumuna ma anzalallohu minal kitabi ve yashtaruna bihi thamanan qalila أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Şüphesiz ki Allah düşürgen kitapni yuşurdu Allah. O kitabın hükümlerini azgını dünya hayatının pulunu dep almasturdu Allah. Ulaik ani şular ularning qo'rsaqlariga faqat o'tnili yeydi. Ularga Alloh taolo qiyomat kuni gap qilmaydi. Ularni azobdan poklamaydi. Ular uchun dardlik azob bordir. Bu oyat karimaning tafsirida Musannif rahimahulloh deydiki innellezine yektumuna ma anzalallahu minel kitab. Yani Allah Teala düşüren kitabını yuşurduk Allah degende yani el-müştemil ala nati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve humul yahud. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sübetlerini öz çıkargan kitap ne? Yuşuruk Allah. Olar bolsa yahud. Yani demek bu kitabını yuşurmadı. Belki kitabının bir kısmını, minel kitabın kitabının bir kısmı. Bir kısmını yuşurdu. Hemmini yuşurmadı. Min bir yerdeki min bayani emez mi? Min teb'il. Allah Teala düşüren kitabının bir kısmını yuşurduk Allah diyen. Bir kısmı kalsa Peygamber Aleyhisselam'ın sübetleri bazen mesela zina koku taş degan hükümlerdek bazen ularınki zıtığı yakmaydigan hükümlerini özgert ötedi. Hemen emez bir kısmını. Şu bir kısmının katarının kalsa Peygamber Aleyhisselam'ın sübetlerini özgert ötken idi. Bula boz kim? Yahudiler idi. Ve yeşterune ulan kitabı boz kaç kitap idi? Tevrat idi. Ve yeşterune bihi semenen qalile diyen aşı özgertkenlikke şu qallıqqa şunun bedelige azgını pulunu aldık Allah diyen minet dünya yani dünyanın hayatı dünyanın azgını pulunu dep bu Tevrat'ın hükmünü almıştırdık Allah. Yani ya'khudunehu bunu hayatı dünyada bo'lgan azgını pulunu bedelehu diyen şu almıştırdık Allah'ın şu Allah'ın bedeligi alıdı. Kimden alıdı? Min sefeletihim. Ulanın kol aslıdakilerden alıdı. Fela yuzhirunehu khawfe fevtihi aleyhim. Ula kol aslıdakilerge o Tevrat'taki şu Peygamber Aleyhisselam'ın sübetlerinin boğan hüküm ne? Nima qilmaydi? Sübetlerini aşkar qilmaydi. Nimish aşkar qilmaydi? Xavfa fevtihi aleyhim. Degan şu kol astidagilarini aldigan azgina hayatı dünyanın matoları, pullari ularning qo'lidan ketmasin, ularning qo'lidan ketishini qo'rqib, ansirab, ularga aşkar qilmaydi. Bu nima degan gap? U qanday oldi degan gap?
Ular hükümni özgertip bilip xolasigilerini özgertip aydı mana pul bilan deb olamdi desa yo'q, undaq emas. Bu qanday oladi? Agar biz shu Muhammadniki sifatlarini agar Tavratdan o'zgartib etmasak, yushurmasak, xolasigilerini deb qo'ysak, bu Muhammad deb, Ahmad deb ismi Tavratda keladi, oxir zamonda payg'ambar keladi. Shu payg'ambar mush deb qo'l ostigilarimizga turk jamoatiga deb qo'ysak, hammasi musulmon bo'lib ketadi. Hammasi musulmon bo'lib ketsa, ular bizning sizig'imiz chiqmaydigan. Har qanday zakat, mollari, hadiyalar bizga bir g'ashli berib ketadi. Yo'qab, bizga bu izzat hurmatimiz tugaydi. Ular bizga mollarini, mol dunyolarini bizga bermaydi. Shuning bilan biz nihoyat xafa qolamiz. Shuning uni undaq bo'yicha biz Muhammadning sifatlarini yushib, u emas, u payg'ambar bu emas deb turib olsak, shuning ular bizga mol dunyolarini hadiya sovg'alarni bizga bilib beradi. Biz bunday boy-boyashat yashaymiz deb o'zgartirdi. Mana siz tushundingizmi? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Ayni shular. Ularning qo'rsaqlariga faqat o'tnila yeydi. Nimishqa bu ular qargan amaliyati mol dunyoni yegan, o't yemagan. Nimishqa o'tni yeydi deydi Alloh taolo esa bu majaz al-ma'al, majaz al-awl deb ataladi. Majaz al-awl. Ya'ni bi e'tibar ma ya'ul. Ya'ni kelgusida bo'ladigan narsani atab, hozirgi narsani mushin kelgusida shunda kelib chiqadigan natijasini atash degan bo'pti. Hozirgi narsani o'zining ismini atamay, mushu sabab bo'lib, kelgusida shu oqibatga elib beradigan oqibat bilan atash. Bu degan nimani foyda beradi? Tahdidni foyda beradi. Qattiq tahdidni foyda beradi. Ya'ni ular qo'saqlar o'tnam yeydi degan gap, ya'ni mushular hayoti dunyoning pul dunyosini, hayoti dunyoni deb olgan shu shunda sovg'a salom hadiyalar shundan ilib. Ya'ni mushu sovg'a salom hadiyalarni deb ular o'zgartirib etdi Muhammad alayhisalom sifatlarini Tavratdan. Mushu Tavratning sifatlarini o'zgartirib etib, shu sababdan yegan mol dunyolari amaliyotda bu mol dunyo emas, o'tni yegan bo'ladi degan gap. Ya'ni mushu yegan mol dunyolari nimaga sabab bo'ladi? Qiyomat kuni davzaxga kelib shu g'assum, g'islin, zaqqum yeyishga sababchi bo'ladi. O'tdan tomoq yeyishga, o'tni kuyib ketishga sababchi bo'ladi. Buni quloqdan kiyishga o'tni kuyadi. O'tni tuyishiga sababchi bo'ladi. Agar tushunamasa, va la yukallimuhumullohu yawmal qiyamah. Ay g'adaban alayh. Alloh ular qiyomat kuni gap qilmaydi. Alloh taolo yana g'azab qilib gap qilmaydi. Alloh taolo g'azab qilganlikdan u gap qilmaydi. Alloh taolo gap qilmasa azob xayol yuribdi deyman. Alloh taolo gap qilmasa azobda qoladi. Alloh taolo qiyomat kuni kim gap qiladi? Mu'minlar gap qiladi. Rahmat kalomini qiladi. Kofirlarga g'azab kalomini qiladi. Kofirlar gap qilmaganligi Alloh taoloning ularga g'azab qilganligi. G'azab qilganligi ularni davzakka tashlaganligi. Gap qilganligi uchun rozi bo'lganligi. Rozi bo'lganligi jannatga solganligi. Alloh ularga qiyomat kuni gap qilmaydi va la yuzakkihim. Ularni gunohlarning kirlarini paklamaydi. Ya'ni Alloh taolo ularning gunohlarini mag'firat qilmaydi, kechirmaydi gunohini. Va lahum azabun alim. Ularga dadlantirgich, qaqshatqich azob bordir. U qaqshatqich azob bo'lsa, davzax azobidir deydi. Endi Musannif rahimahulloh mushu oyatniki sababi nuzul haqida o'ziniki Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul nomli kitobida bunda degan. 174-oyatning 3-sababi deydi. Alloh taolaning qavli innallazina yaktumuna degan oyatning oxirigacha. Ibn Jarir Tabari rahimahulloh Ikramadan rivoyat qilib bunda chiqargan. Fi qavlihi Alloh taolaning innallazina yaktumuna ma anzalallohu minal kitob degan oyatning qavlida. Vallati fi Ali Imron va sura Ali Imrondagi innallazina yashtaruna bi ahdillahi degan oyatniki sababida deganki, bu ikki oyat nazalata jami'an fi yahud. Bu ikki oyat birlikda her ikkinisi Yahudi haqida nozil bo'lgan, Yahudilar haqida nozil bo'lgan. Va akhraja Sa'labi min tariqil Kalbining yo'lidan. Abi Solihdan Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilganki, nazalat hadhihi al-ayatu fi ru'asa'il yahud. Bu oyat Yahudilarning katuvashlari haqida, ularning olimlari haqida nozil bo'lgan edi. Kanu yusibuna min sufalatihimil hadaya. Ularning qo'l ostidagilardan hadiyalarga yetadi. Hadiyalarga ilishatdi. Val fadl degan marhamatlarga ilishatdi.
Ve kanu yercuna en yekunu. Ula bu ulağa evetilgen peygamber uladın buluşunu ümit kılattı. Felemma bu'ise Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber evetilgen vaxtada uladın başka milletin Araplarına evetilgen vaxtada khafu zihaba me'kiletihim. Ulanınki bu yemekliki ve ulanınki yemeklikinin yuqap ketişidin ve ulanın riyaset yani başlıklık rehberlikinin yuqap ketişidin qorxdu. Fe'amadu ila sifati Muhammed. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sübtiga qas qilib fagayyaruha peygamber sallallahu sübtlerini özgertib etdi. Thumma akhrajuha ilayhim. Ondan keyin peygamber sallallahu sübtlerini özgertilgan sübtlerini ularga chiqarib berdi. Ve dediler ki: "Hada na'tun nabiyyillezî yakhrucu fi ahiriz zaman." Ahir zamanda çıkılan peygamberin sübti mavu. La yeşbehu na'ta hadan nabi. Bunun vasfet bu çıkan ma peygamberin sübtiga okşamaydı iken bu. Dep şunda dep çıktı. Fe enzelallahu. Allah Teala şunu olan İnnellezîne yektumûne mâ enzelallahu minel kitâb diyen ayetin ahırgıca nazil kıldı. Allah Azze ve Celle bu ayet kerimede dedi ki Ulaikellezîne işteravu'd-dalâlete bil-hudâ vel-azâbe bil-mağfirah femâ asbarahum alen-nâr. Yani şular gumrahlıkni hidayetke almashtırgan adamlardır. Azapni mağfiretke almashtırgan adamlardır. Yani hidayetning o'rniga gumrohlikni olgan, mağfiretning o'rniga azobni olgan adamlardır. Fama asbarahum alan-nar. Ular do'zaxga nima degan sabrchan ha? Endi bu oyat kalimining tafsirida Musannif rahimahulloh deydi ki, ana shular hidayetning o'rniga ozg'unlikni olganlardir. Ya'ni ahaduha badalahu fi dunya. Dunyoda hidayetning o'rniga ozg'unlikni olganlardir. Vel azabe bil mağfiret. Mağfiretning o'rniga azobni olganlardir. Ya'ni muaddata lahum bil ahira. Ularga oxiratda tayyorlangan mağfiretning o'rniga law lam yaktumu agar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shumagan bo'lsa, shu musulmon bo'lgan bo'lsa, oxiratdagi ularga tayyorlangan mağfiretning o'rniga nima oldi? Oxiratdagi azobni oldi. Birincisi dünyadaki hidayet onuğa azgınlığı dünyada. Mağfiret onuğa azap nağalığı çoğu ahirette. Ve nakıgalladır. Fema asbarahum alen-nar. Ula devzakı ne mi digen sabrıcan ha? Yani ma eşedde sabrahum. Ulanın devzakı boğan sabrısı ne mi digen kattık ha? Ve huve bu ayet kelime te'acibun lil mu'minin. Yani mu'minlarını aceplendiriştir bu. Allah Teala hiç kadar aceplenmeydi. Allah Teala acablanışga qanday ish? Bir narsaniki tigi taktigi yetemay qolgan vaqtida, gangrab qolgan vaqtida yuz berdi qarshi ajablanish degan. Allah Teala ajablanish yuz bermaydi. Allah Teala hech qanday ishni hamma ishni tigi taktini biladi Allah Teala. Endi bu yerdagi Musannif rahimahulloh ta'jibul lil mu'minin deb keltirishsa, mu'minlarni ajablantirish deganligi, ya'ni bu yerdagi ular do'zaxga nima degan savrchan ha degan, ya'ni mu'minlarni hayron qoldirish. Ha. Bular nima degan sabr, nima demoqchi bu yerda desa, ya'ni min iltikabihim mujibatiha. Ya'ni do'zaxni vojib qiladigan gunoh ma'siyatlarga g'ayri mubolatga hech qanday parvo qilmagan holda oqlab o'tganligi bularniki do'zaxga nima degan sabrchan ekanligini ko'rsatib berdi. Demoqchi. Amaliyat uchun fa ayyu sabrillahum. Ularning do'zax o'tiga kim sabr qila olsin? Do'zax azobıga kim sabr qila olsin? Hech kim sabr qilolmaydi. Lekin bularning hayron qoldigan do'zaxning o'tiga sabr oxiratga do'zax o'tiga sabr qilganligi hayron qoladi, odam hayron qolmaydi. Bu dunyoda unda dahshatlik o'tga kirgizadigan gunoh ma'siyatni hech qanday parvo qilmay qilaverganligi odamni hayron qoldirdi. Ya'ni bu mushunda oldida qattiq azob tursa, azobdan qo'rqmay bunda gunohni qilganligi hayron qolarlik. Nima deydi adamning bu nimada anaqadigandı o? Bu şu aldıda şuncha qattiq azob tursa, o azobni parvo qilmay bu xatolikni azob kirgizishga sabab bo'lgan bu xatolikni qilaverishi hayron qolarlik bo'lgan mush ish. Fama asbarahum alan nar degani ya'ni do'zaxga berishga sababchi bo'ladigan bu gunohni qilishga hech bir parvosizlik qilganligi adam hayron qolarlik mana mush. Anladın? Degan ma'noni tushunmoqchi ha? Endi bu do'zaxga haqiqatan azobga rasmiy chidamli odam ekan bu deganligi, ular azobga chidayolmaydi. Lekin nima demoqchi bu yerda? Bu shu
Aş azapkı çıdaş için bunu kattık eskili kılatıdı bu dünyada. Millet çıdayanmaydı. Ama çıdayanmasa amal yok. Çıdayanmasa bu turdu azaptan da amal yok. Hoş. Hoş. Hem de Allah Azze ve Celle bu ayet kerimedeydi ki ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذ۪ينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَف۪ي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Yani şu. Yani yukarıdaki yukarıdaki sebeple. Yani zalike işaret yukarıdaki ulanın Allah Teala'nın hükümlerini yuşurup midak azapları düşer boğallıkı ne sebeptinse bi ennallaha şu sebeptin ki Allah Teala kitabını hakikat bilen nazil kıldı. Hakikat boğan, hakikat bilen mutelebbis boğan kitabını Allah Teala nazil kıldı. Ama bula o kitapka inkar kılıp bu kitapka ihtilaflaştı. Şu sebepten bula midak azap düşer oldu. Ve innellezîne ihtelefu fil kitabi lefî şikâkın ba'id. Şüphesiz ki bu kitap hakkında ihtilaf kılışkanlar acayip hakikatten yarak boğan bir ihtilaftadır deydi. Musannif rahimahullah bu ayet keliminin tefsirdeydi ki zâlike ey ellezî zukira min eklihimun nâre ve mâ ba'dehu. Yani ulanın kuskuğa otni yigenliki den ibaret ve onun kin kispetle kuskuğa otni yigenliki Allah Teala ulanı yapmaydıganlığı, ulanı günahtan paklamaydıganlığı, ulanın teklik azap kaldıganlığı, ulanın hidayetini onu azgınlıkını tallıganlığı, mağfiretini onu azap tallıganlığı. Den ibaret bu işlerin hemmesi bi enne yani bi sebebi enne şu sebeptendir ki Allah Teala hakikat bilen mutelebbis boğan, hakikat bilen ayrılışıp ketken, hakikat boğan bir kitabını nazil kıldı. Yani muteallikun bi nezzele. Hak bilen düşürgen bir kitap nazil kıldı. Hak bilen düşürgen bir kitap nazil kıldı. Hak bilen nazil kıldı bir kitap ne? Fehtelefu fihi. Bula bu kitap hakkında ihtilaflaştı. Fehtelefu fihi diyen gepmeye de mukadder davatıdır. Anladın? Bu nemiş kımıda azapla uçacak olduysa Allah Teala kitabını hakikat boğan kitabını düşürmedi. Bula bu kitapka inkar kıldı. Bu kitap hakkında böyle ihtilaf kılıştı. Kanda kılıp ihtilaf kılıştı. Haythu amenu bi ba'dihi. Yahudiler bu kitabın bazı iman etti ve keferu bi ba'di bazı kafir oldu. Bazısını yuşurup kafir oldu. Bazı hükümlerini yuşurup kafir oldu. Şunu olan ihtilaf kılganlık üçün şu sebepten bulağa yukarı balalar hemmesi giriptar oldu. Bunlar yukarı balalarga duçar oldu. Hem ve innellezîne ihtelefu fil kitab. Şüphesiz ki bu kitap hakkında ihtilaf kılışkanlar. Bizalike yani Tevrat hakkında ihtilaf kılışkanlar ve humul ular bu Yahudlardır. Bu hakkın naat Irak boğam ihtilafta doğru diyen oldu. Ama miyadiki ma kitap ne? Kur'an dep tefsir etkan tep müfessirler köp. Yani bu kitapta yukarı kılan ahvalinde oldu. Yani ma kitapta yani Kur'an-ı Kerim ihtilaf kılışkanlar mı? Hakikatin katı Irak boğan ihtilafta bulanın ve akva ahvali eğer tövbe kılmaz kayıtmasa şu Yahudilerin ahvali okşaş bulur diyen oldu. Yani bi'ennellezine ve innellezine ihtelefu fil kitab diyen ve kîle el müşrikûn yani müşrikler Kur'an-ı Kerim'de ihtilaf kılışkan Kur'an'ın müşrikler yani ulanı dedi haythu kal ulanın bazısı mundada ihtilaf kıldı. Kur'an'ın ulan bazısı şiir dedi Kur'an-ı Kerim'de. Bazısı Kur'an-ı Kerim sihir dedi. Bazısı bu kahinlik, kehanetken bu. Çırak keşlik kesip kılıdığan kitapken de şunda dedi. Şunu yani her xil ihtilaflar oldu. Lefî şikâkın ba'id. Yani bu Kur'an-ı Kerim hakkında ihtilaflaşkanlar mı? Hakikatin yirak boğan bir ihtilafta. Eş kas hakikat demez. Hemmisine hata yolda. Hakikatin acayip yirak boğan ihtilaftadır. Bulanın akıbeti muhudde ilgirki Yahudların akıbeti okşaş buludu. Dertlendirgüç, kakşatgıç azapta kalıdı o. Deydi o. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ve sellem ala khayri halkı seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Berahmetki ya rahmet.